uyga ancha kech keladigan bo'ldim va shuning uchun meni uydan haydab yuborishdi. Men uysiz qoldim. Bir kun qorong'uda ko'chalarda adashib qolib, o'rmonga kelib qoldim. Va hammasi shundan boshlandi. Bo'lmasam biza bo'ydoda bolalar birgalikda mana shu o'rmonda oddiygina stirishdan uy qurib, o'sha uyda ham o'rtoqsiz yashab qolamiz. Baqani ko'ramiz, bu narsadan qo'limizga keladimi yo'qmi? Va bu uyda Sardor, Maqsud va Patrik asli qatnashadi. Biz hozir boshqa qilishimiz kerak bo'lgan narsa shtirish bilan yer yozib, chunki kech qilib bo'rini qolmasa, yerda iloji kelishi mumkin. Shuning uchun ham biz yerdan bir kamida yarim metr baland bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa qaranglar, boshda hozir o'ylayotgan narsam, masalan, mana ikkita daraxt bo'lsa, mana shu ikkita daraxt orasida tirish turib, mana shunaqa balandlikda uy qurish. Mana qilib turibchi bo'lganmiz, ular turib uy qursa bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa endi xuddi biz o'ylaganimizdek daraxtlarni topishimiz kerak. Bu biz o'ylagan narsa tushish kerak. To'g'ri, bo'lmasa qara, Sardor sen bu tarafga bor, qil, Asad, sen bu tarafga bor. Men bu tarafga. Bo'lmasa o'rtoq mana Patrikjon bu tarafdan ketdi. Bizga kerakli joylashgan daraxt qadashga Sardor bu tarafdan. Sardor! Hop! 15 kun daraxt qilib yurman. Hammasi maylichada 2-3 ta ekan, ya'ni strichlar bilan o'riladigan umuman daraxt. Mana olasizlar ko'rgan. 2-3 ta daraxt, bu yerda umuman strich to'g'ri bo'lmaydi, narida sichqon daraxt. Nurik o'rtoqlar sizlar menga ishonmaydi. Bu video ancha qiyin bo'ladi, chunki biz bu videoda o'rmon o'rtasida oddiygina strichlardan qilingan o'zimiz yasagan uyimizda yashab qolishimiz kerak bo'ladi. Va eng qizig'i u 3-4 yil bo'lishi kerak va daraxt qilishimiz kerak. O'rtoqlar, o'zimizga mos bo'lgan daraxtlarni qilib olmayapmiz. Chunki bu yerda daraxtlar bor, anaqa ingichka, keyin bizga qalin daraxt kerak, keyin 4 ta yonma-yon turgan daraxt va bizlarni ko'tara oladigan mustahkam bo'lishi kerak. Unaqa daraxt topilmayapti. Nima mening strichdan qo'shsak ham, o'rta so'rbalarcha o'rtasida bu olib qoladi, keyin tushib qoladi. Va biz o'zimizga kerakli joyga qidirib chaqirib sonlarni orasiga kirib qolamiz. Yuhu! Biladi, qo'rqolmadi, yo'l chiqib bo'ldim. Yes, bu вообще yo'q, daraxt ko'p, yo'q odam kirmagan bilinadi, chunki paltonlar to'sib tashlagan. Bu uchun mana to'g'ri emas. Uy, qoch. Atolkasizlar. Prezidentlar, yo'qasizlar. Boshqa bilet ketdi. Bo'lmay chaqaladim shuni. Chiqorda shuncha hozir yoz keldi. O'zi bo'tdilar. Va shunaqa qilib biz strichdan uy qurishimiz uchun joy topolmadik. Lekin mana joy topish qiyin bo'ladi, deb ham o'ylayman. Avlo aka? Masan qilganda? Olti daraxt qo'shib olsa zo'r chiqadi. Birinchi daraxt, mana bu ikkinchi daraxt. Bu uchinchisi. Geometriyski ham katta daraxt bo'lganda, daraxt bo'ladi, lekin bu daraxt beriladi. No, ana shu bo'yicha biz juda ko'p strich olamiz, va strichni bizlarni ko'taradi. Bo'lmasa davayt, mana bunaqa o'ylaymiz shunda. Ya'ni mana shu tarafga bo'lsa, aylantirib uy yasaymiz. Va u yerdan kamida yarim metr baland bo'lishi kerak, chunki boyagi ilonni bizlar uy